Yaxşıntılar köpçilik bugün Şinjanның alayda taamlardan biri bo'lgan odatdagi noshtalikdimi isil restoran taamlaridan kam bo'lsa bo'lmaydigan yutaz yetishni günimiz. Ko'pincha qo'lgil xonim qizlarning yutaz yetish usullari o'xshamaydi albatta. Ba'zilar yutazga qo'ymay ishlatib etadi, yana ba'zilar bo'lsa qaymoq ishlatib etadi. Undan boshqa yana yangoq mevz qatorliq har xil mevzlarni ushaq suqib aralashtirib etsa, yana ba'zilar bo'lsa savz, pala qatorliq sayko'ktatlarni aralashtirib etishni yoqtirdi. Mayli qanday usulda etilsin, ishqilib yutazni ayni saqdan ta hozirgacha bizlarning yoqtirib yeydigan dasturxonlarimiz kam bo'lsa bo'lmaydigan an'anaviy tamoqlarimizning bir turi. Mana shunday yechim mazgillarda uydan non qolmaganda nashtalikda, yana nim tamoq etishni bilmaganda mazlik saylarni qo'rib, yutaz bilan yeyishga to'linmas keladi. Albatta shipinning yuyilib ketmaslik uchun bizlarni qo'llab qo'shib olib, yurak berib saqlab qo'yingda. Hamda siz qaysi usulda yutaz etishni yoqtirsiz, inkas rayoniga yozib qo'ying, tang o'rtaqlashaylik.